90% odam ChatGPTni to'g'ri ishlatadi. Shuni evaziga amaliyotda ishlatish mumkin bo'lgan narsani qila olmasdan pul va vaqt tejomaydi. Sabab bitta, ChatGPTga siz bog'cha darajasida savol beradigan bo'lsangiz, bog'cha darajasida javob olasiz. Professor darajasida savol bersangiz, professor darajasida natija olasiz. O'zimizda yaqqol misol, bizda IT korxonamizda bor. ChatGPTni to'g'ri ishlatish orqali biza vaqtimizni 5-10 karra tejaymiz. Undan tashqari 10 ta odam o'rniga, mana real 10 ta dasturchi o'rniga 2 ta dasturchi ishlatib turib, biza oyga $5000 pul tejaymiz. Natijada mijozlarga biza sifatliroq va tezroq xizmat yetkazib beramiz. Hozir 15 daqiqaning ichida ChatGPTni sizni shaxsiy, professional, xohlagan sohada konsultant sifatida ishlatishni o'rgataman. Agar biznes egasi bo'lsangiz, rahbar bo'lsangiz yoki qaysidir sohaning mutaxassisi bo'ladigan bo'lsangiz, bu video aniq sizga foydasi tegadi. Amaliyotda 15 daqiqadan keyin bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Obuna bo'ling, videoni oxirigacha ko'ring. Qani, ketdik. Ko'pchilik muammosi ChatGPTni bilmayman, miyani o'qiydi deb o'ylaydimi? Javob kutasiz, lekin holatda yaxshilab tushuntirmaysiz. Bir narsa aytaman, ChatGPT miyani o'qimaydi. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi shekilli. Shunchaki ikkita gap yozib qo'yadi, keyin tayinli javob bergan deb turib, yana jahli chiqib ham ketadi, ishlamas ekan deb. Buchi xuddi xodimga borib turib, bor sotib oshir demaysiz-ku. U mijoz kim, sotuv qanaqa oshiriladi, mahsulot nimadan iborat, sotuv qaysi qismiga e'tibor berish kerak bilmaydi, to'g'rimi? Unga borib turib sotib oshir deganingizdan foyda yo'q. ChatGPT ham va boshqa sun'iy intellektlar ham xuddi shunaqa. Siz unga vazifani to'liq bermaydigan bo'lsangiz, to'g'ri bermaydigan bo'lsangiz, javob umumiy bo'ladi. Umumiy javob bo'lsa, siz qoniqtirmaydi va amaliyotda uni sinab ko'ra olmaysiz baribir. Shuning uchun ChatGPT professional, kuchli javob olishni ideal formulasi bor. Bu formulani men o'ylab topmaganman. ChatGPTni o'zi bu haqida va boshqa sun'iy intellektlar ham bir necha maqolalar chiqarishgan. Formulani ishlatishdan oldin bitta narsani ogohlantirib qo'y, qarang. Kundalik mayda-chuyda savollaringiz bo'ladi-ku, bu formula u uchun emas. Bu formula siz qanaqadir qaror qabul qilmoqchisiz, qanaqadir jiddiy ishlar bor, maslahat so'rash kerak bo'lgan ishlar bor. Ana o'shalarni so'rayotgan paytingizda ishlaydi, boshqa payt ishlamaydi. Mayda-chuyda savollarni shundan olib so'rasangiz, javobini ChatGPT beradi, sifatli javob beradi. Lekin chuqur narsalarga chuqur javob olishingiz uchun mana shu formulani qo'llashingiz kerak. Keyin o'zi ChatGPTni ishlatishni men maslahat bermayman. Claude degan sun'iy intellekt bor, rasmini va nomini shu yerda chiqaramiz. ChatGPTning muammosi sal laganbardorroq. Hozir ishlatish oson bo'lgani uchun video davomida ChatGPTni ko'rsamiz, lekin bu formulani xohlagan videoda bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Xo'p, formula nimadan iborat? Qisqacha aytaman, keyin alohida ichiga kirishamiz. Birinchisi rol berishingiz kerak. Ikkinchisi holat, kontekstni tushuntirish kerak. Uchinchisi nima kutayotganingizni tushuntirish kerak. Kutuvlarni to'g'rilab qo'yish kerak bo'ladi. To'rtinchisi chegaralarni belgilab qo'yamiz. Beshinchisi nimadir yetishmasa, ichidan o'zi savol berib so'rashni qo'shish kerak bo'ladi. Agar bu formulani ishlatmaydigan bo'lsangiz, ChatGPT xuddi haligi tabiblar bor-ku, biroq yolg'on tabiblar. 1000 dardga davo deb turib, kim nima dard bilan borsa, bitta dorini tuqsiz yuboradi. Xuddi shunaqa umumiy ishlab beradi. Formulaga kirishdan oldin men o'zimda qanaqa qiymat olganimni tushuntirib beray. Oldin mana biznesda mana qanaqadir savol paydo bo'ladigan bo'lsa, konsultatsiya olish uchun bitta odamni topardim. Uni vaqtini qidirib orqasidan quvlab yurish kerak. Kim pul to'lab kirardim. Shunda ham ko'p konsultantlarda bo'ladigan muammo hali muammoga kirishmasdan, chuqur savollar bermasdan javob berib ketardi. O'zi uchrashguncha shuncha vaqt ketdi, pul ketdi, asab ketdi. Shunda ham tayinli javob bilan chiqmasdi. O'zi konsultantlarga nimaga borardim? Tayyor tajribani sotib olish uchun. Kitobdan, internetdan topsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin bizani amaliyotga to'g'ri kelmaydi. Amerikadagi yoki boshqa davlatdagi narsa. Shuning uchun tayyor tajribani sotib olish uchun borardim yoniga. Endi ChatGPT bilan kuniga kerak bo'lsa 5-6 marta xohlagan sohadagi mutaxassis bilan gaplashgandek, o'tirib olib, choy qilib olib, bemalol gaplashaman. Ya'ni siz vaqtingizni tejab, professional maslahat bera oladi. To'g'ri ishlata olsangiz. Endi formulamiz kirishsak. Birinchi qadam rol berish. Bu nimaga o'xshaydi? ChatGPTga siz rol bermaydigan bo'lsangiz, uni ichida har xil sohalar bor. Marketing, moliya, psixolog, tibbiyotchi, bu har xil soha bor. Agar siz rol bermasdan oddiy savol berib qo'yadigan bo'lsangiz, javob umumiy bo'ladi. Buni nimaga o'xshatsak bo'ladi? Siz tasavvur qiling, 1000 kishilik olomon bor. Savolni 1000 kishilik olomonga shunday tashlab yubordingiz. Nima bo'ladi? Unisi bu deydi, bunisi bu deydi. Siz battar chalkashasiz, savolga javob topa olmaysiz. Rol berish bo'lsa, o'sha olomon ichidan sizni savolingizga taalluqli mutaxassis bilan birga-bir gaplashib javob olganga o'xshaydi. Endi misol keltiraman, rol qanaqa beriladi? Mana misol yozib qo'yganman. San Markaziy Osiyoda 15 yillik shirinlik sohasida ishlab chiqarishda tajribaga ega B2B sotuvchisan. Voy, bitta savol so'rashga shuncha narsa yozishim kerakmi deyishingiz mumkin. Sal shoshmang, oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, tayyor assistent shaklida oddiy matn jo'natsangiz, uzun o'zi yozib beradigan uslubini ham o'rgataman. Xulosa, oddiy savol, umumiy natija. Rol beradigan bo'lsak, olomon ichidan o'sha o'zimizga kerakli mutaxassis javobini olamiz. Ikkinchi qadam maslahat so'rashdan oldin holatga, kontekstga iloji boricha chuqur olib kirish. Bu nimaga kerak?
Sizni biznesingiz haqida ma'lumotga ega emas ChatGPT. Sizni tajribangiz, nima muammolar bo'lib turibdi, qanaqa korxonada ishlaysiz, sohangiz, boshqa ma'lumotlarni bilmaydi. Shuning uchun bu narsani siz maslahat so'rayotgan paytingizda tushuntirib qo'yishingiz kerak. Holat tushuntirmasdan darrov maslahat so'rashga o'tib ketish nimaga o'xshaydi bilasizmi? Ko'z bog'liq doktorga borib dabdurustdan diagnoz so'rashga o'xshaydi. Siz doktorga borgan paytingizda birinchi nima qilasiz? Tushuntirasiz, to'g'rimi? Mani isitmam bor, falon og'riqlarim bor, qon bosimim bunaqa, falon doriga allergiyam bor deydigan bo'lsangiz, keyin sizga haligi doktor tayinli bir diagnoz bera oladi, yechim ko'rsata oladi. ChatGPTda ham xuddi shunaqa, kontekstga nima kiradi desa, biznesingizni turi, auditoriya, narx segmenti, geografiyasi, xullas kalom, javob sifatli chiqishiga aloqador nimaiki ma'lumot bo'lsa, hammasini to'laqonli tushuntirib qo'yishingiz kerak. Yomon prompt qanaqa bo'ladi? Mana, menga Instagram kontent reja ber. Qisqa, tushunarsiz narsa. Yaxshi prompt qanaqa bo'ladi desa, mana ko'rib turibsiz ekranda. Men Toshkentda uy tozalash xizmati boshlayapman. Auditoriyam falon. Mijoz qo'rquvlari u bu. Bizning farqimiz u bu. Menga 14 kunlik Instagram kontent reja ber. Har bir postda asosiy fikr falon narsalar bo'lsin. ChatGPT o'zi aslida yomon javob bermaydi. Shunchaki unga buyruq yomon bo'ladi. Yaxshi natija olish uchun o'sha buyruqni formulani to'g'rilasak bo'ldi. 3-qadam sun'iy intellekt bilan gaplashayotgan paytimizda biz kutayotgan natijamizni qo'yib qo'yishimiz kerak. Xo'p, natijani qanaqa shaklda kutasiz? Jadvalmi, checklistmi, hisobotmi yoki balki PDF formatidami? O'shani aniq siz ko'rsatishingiz kerak. Mana yomon promptga yana bitta misol. Menga biznesimni yaxshilashga yordam ber. U qanaqa qilib yordam beradi? Hali ichkariga olib kirmagan bo'lsangiz. Yaxshi prompt qanaqa bo'ladi desa, menga biznesimni yaxshilash bo'yicha 30 kunlik reja tuz. Formati, muammo, nima qilish kerak, kim mas'ul, qancha vaqt ketadi, kutilgan natija qanday o'lchaymiz, jadval shaklida ber. Bu yerda ChatGPT taxmin qilmaydi, chunki siz aniq natija qanaqa bo'lishi kerakligini ko'rsatib qo'ydingiz. Natijani aytmasangiz, sun'iy intellekt sizga taxmin qilib boshlaydi va biznesda taxminlar bilasiz qimmatga tushadi. 4-qadam biz cheklovlar, chegaralarni qo'yib qo'yishimiz kerak. Agar chegaralarni qo'ymaydigan bo'lsak, xuddi bu xodimga o'xshaydi. Yaxshi xodimga ham siz chegaralarni belgilab bermasangiz, u qizil chiziqlarga borib qolishi mumkin. Odatda ChatGPT chiroyli, xavfsiz, umumiy gaplarni gapirishga harakat qiladi. Agar siz ChatGPTga umumiy gap yozmagan desangiz, umumiy gap yozadi. Nazariy yozma desangiz, nazariy yozadi. Voy, Amerikadan menga nimadirlar olib kelmagan, o'zimizga tushadigan narsani gapir demasangiz, u qattandir kerak emas, sizga tushmaydigan narsalarni olib keladi. Cheklovlar qanaqa bo'lishi mumkin? Mana misol, umumiy gap yozma, motivatsiya kerak emas. Faqat amaliy qadamlar ber. Ortiqcha inglizcha termin ishlatma. O'zbekiston bozoriga mos bo'lgan maslahat ber. Zaif joylarni ham ayt. Meni maqtab o'tirma. Mutaxassisga murojaat qil deb qochib ketma. Faqat bajarish mumkin bo'lgan qadamlarni yoz. Endi bu cheklanmagan tasavvur bilan holatga qarab turib o'zingiz moslashtirib borasiz. Formulamizning 5-qismi, eng muhim qismi desak ham bo'ladi, bu savol so'rash. Ko'pchilik ChatGPTga shunday vazifa beradi, darrov javob kutadi, lekin har doim tayyor javob natijaga olib bormaydi. Yaxshi javob, yaxshi natija ola olishimiz uchun birinchi yaxshi savollar kerak. Bu narsa xuddi psixolog yoki shifokor yoniga borganingizdagi holatga o'xshaydi. Boya ham gaplashdik. Borib turib darrov dabdurustdan siz menga diagnoz ber, menga dori ber dedingiz-ku, to'g'rimi? Bunaqa deyishingizdan oldin shifokor sizga savol beradi. Qanday og'riyapti, nima bo'lyapti deb turib, chuqurlashtiruvchi savollar bilan sizni holatingizni bilib olib, keyin sizga javob beradi, natijani ko'rsatishga harakat qiladi. Ko'p narsa o'zi aslida ichimizda bor. Uni faqat miyamizdan sug'urib olish kerak. ChatGPTni ham xuddi shunaqa sug'urib oladigan qilib ishlatsa bo'ladi, faqat mana shu joyini qo'shib ketish kerak bo'ladi. Prompt oxiriga agar sifatli javob berish uchun ma'lumot yetishmasa, javob berishdan oldin menga aniqlashtiruvchi savollar ber degan qismini oxiriga qo'shib ketsangiz kifoya. Bu kichkina jumlaga o'xshaydi, lekinchi bu haqiqiy praktik javoblar berish uchun sizga katta ta'sir qiladi. Mana misol qarang, yomon prompt qanaqa bo'ladi? Menga marketing reja tuz. ChatGPT bunaqa vaziyatda darrov sizga yozib yuboradi, savol berib o'tirmasdan. Buni biznes turi yo'q, boy yetganimda auditoriyasi yo'q, byudjet bilmaydi, maqsadni bilmaydi, bozori bilmaydi. Yaxshi prompt qanaqa bo'ladi desa, menga marketing reja tuz. Agar sifatli reja qilish uchun ma'lumot yetishmasa, avval menga aniqlashtiruvchi savol ber. Javobimdan keyin yakuniy rejani tuz. Mana shunaqa tarzda beradigan bo'lsangiz, siz yaxshi natija ola olasiz. Formulaning 5 ta qismini ham gaplashib bo'ldik. Bitta xulosa qiladigan bo'lsak, demak, formula nimadan iborat? Birinchi o'rinda biz rol berishimiz kerak. Keyin kontekstni, holatni tushuntirishimiz kerak. Kutuvlarimizni tushuntirishimiz kerak. Chegaralarni belgilab berishimiz kerak. 5-inchisi va eng muhimi bu aniqlashtiruvchi savollar berishni so'rashimiz kerak. Endi savol tug'iladi. Voy, shuncha narsani har safar maslahat so'ragan paytimda yozib o'tirishim kerakmi? Meni vaqtim yo'q deyishingiz mumkin. Buni oson yo'li bor. ChatGPTning ichida men o'zim uchun assistent qo'yganman. Xom fikr tashlagan paytimda mana shu formulaga o'zi uzun qilib instruksiyaga aylantirib beradi. Hozir ko'rsataman. Mana ChatGPTni ochdim. Hozir foydalanish qanaqa qilishni ham ko'rsataman. Mana misol qaranglar, mana tepada endi bu yerda ingliz tilida e'tibor bermaysizlar bunga, o'zingizlar o'zbek tilida bemalol yozsanglar bo'ladi.
Mana qisqa men fikr tashlaganman. Mana shu fikrni menga uzun instruksiyaga bu aylantirib bergan. Buni qanaqa ochadi? ChatGPT chap tarafda yangi loyiha ochish degan funksiyasi bor. O'shani ochasiz. Nomini prompt yaxshilovchi deb qo'yasiz. Ochganimizdan keyin bunga biz instruksiya berishimiz kerak. Xom fikr tashlagan paytimizda uni tayinli narsaga o'girib berish uchun 3 ta nuqtachani bosamiz. O'ng tepa burchakdan loyiha sozlamalari degan tugmacha chiqadi. Uni ustiga bosamiz va instruksiyalar degan joyiga men blogimda pastda havola qoldiraman. Blogimda tayyor instruksiyani beraman sizlarga. Instruksiyani shu yoqqa joylab qo'yasiz. Joylab qo'yganingizdan keyin shu papkachani ichiga kirib, nimaiki xom fikr yozadigan bo'lsanglar, bu sizlarga tayyor promptga o'girib beradi. Savol beradi, javob berasizlar. Tayyor uzun promptga aylantiradi. Keyin uni olib turib, boshqa chatga tashlaysizlar, keyin sizlarga yaxshi javob beradi. Bu nimaga o'xshaydi? Sizda assistent bor. Assistentga falon odamga tijorat taklifini jo'natdi deysiz. O'zingiz vaqtingiz ketmasligi uchun u o'zi u odamga moslashtirib, narxlarini uni o'rganib chiqib, chiroyli qilib, kerakli ma'lumotlarni to'ldirib, o'zi jo'natadi. Xuddi shunaqa bu assistent bosgan bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, video davomida biz nimalarni ko'rib chiqdik? Birinchisi, bog'cha darajasida emas, balki professor bo'lmasak ham, professor darajasida ChatGPTni konsultant sifatida ishlatishni o'rgandik. Va ikkinchi masala, tayyor formulani ko'rib chiqdik. Uchinchi masala, uni qo'lda o'zimiz har safar yozib o'tirmaslik uchun assistent, ChatGPTda assistent yasab olishni o'rgandik. Esingizda bo'lsin, ChatGPT miyani o'qimaydi. Siz qanchalik aniq, tiniq vazifa beradigan bo'lsangiz, shuncha u yaxshi javob beradi. Faqat ChatGPT emas, boshqa sun'iy intellektlar ham. Tabriklayman, endi siz bugundan ChatGPTni vaziringiz, konsultantingiz qilib bemalol amaliyotda ishlatadigan javoblar olib ishlatsangiz bo'ladi. O'zicha sun'iy intellekt ko'pchilik qanaqa ishlatishni bilmaydi, lekin amaliyotda yetarlicha qo'llamaydi. Sababi tasavvur yetarli emas. Shuning uchun men blogimda yangi rubrika qildim. O'zimiz kundalik qaysi muammolarni sun'iy intellekt orqali yechamiz, qanaqa yechayotganimizni yozib boraman. Bu yerda endi YouTube'da 2 haftada, 1 haftada bir video qo'yamiz, lekin kanalda deyarli har kuni yozaman. Pastda havola qoldiraman. Qo'shilib olsangiz, ilhomlanib, amaliyotingizda sun'iy intellektni siz ham biznesingizda, shaxsiy hayotda bemalol qo'llab borsangiz bo'ladi. Agar video qo'llanmamiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing, pastda izohlaringizni qoldiring. Xuddi sizga o'xshagan odamlarga shunda yordam qilgan bo'lasiz. Shundagina video yetib boradi, bo'lmasa yetib bormay qoladi. Videoni boshqa mutaxassis tanishlaringiz va tadbirkor o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Ular ham pul, vaqt, asabni tejashsin. Sog' bo'linglar, keyingi videoda uchrashguncha.